shuncha furalar, hammasi shopir, misol uchun. Bu furalarning egasi hozir uyida yotibdi. Biz ularning orzularini amalga oshirish uchun ishlayapmiz. Biz orzularimizni amalga oshirishimiz uchun nimadir ekstra, ya'ni ortiqcha qilmaydigan bo'lsak, ishdan keyin boshqalarning orzusiga ishlashda davom etamiz. Shuning uchun hayotingizni o'zgartirish birinchi o'zi miyangizni o'zgartirishdan boshlanadi deb o'ylayman. Lekin afsuski, ming afsuslar bo'lsinki, atrofimizdagi barcha bir-birini o'zgartirishga harakat qilyapti. Qanaqadir kommentlar yozishi mumkin, qanaqadir negativ, pozitiv kommentlar farqi yo'q. Yoki qo'shnisi aynib ketganidan, o'g'li aynib ketganidan shikoyat qiladi, hech kim o'zini aynayotganidan yoki o'zini rivojlanmasdan bitta joyda qolib ketayotganidan xabari yo'q. Nimanidir o'zgartirmoqchimisiz? Buni faqat o'zingizni o'zgartirishdan boshlang. Bu meni fikrim. Qachonki siz o'zingizni o'zgartirmas ekansiz, bu dunyo o'zgarmaydi, shunday qolaveradi. Agar negativity bilan qaraydigan bo'lsangiz bu dunyoga, dunyo sizga negativ ko'rinadi. Agar positivity bilan qaraydigan bo'lsangiz, pozitiv ko'rinadi. Qaranglar. Men hozir to'g'riga qarasam, chiroyli manzarani ko'rishim mumkin va orqaga qaraydigan bo'lsam, chiroyli bo'lmagan manzarani ko'rishim mumkin. Lekin qayerga qarash o'zim qo'limda. Shunday ekan, bu hayotda ham qaysi tomonga qarashni o'z tanlab olishingiz kerak. Hozir mana aprel 2026-yil, 2019-yil aprelda, 19-aprelda aynan men birinchi bo'lib O'zbekistonni tark etganman. Tilni u darajada yaxshi bilmasdim. Yaxshi bilmaganimdan aeroportda 2 kun qolib ketganman Istanbulda. Nimaga? Soatlardagi AM va PM ni farqini bilmaganman. Samolyotim o'zi aslida 11:30 AM da uchish kerak bo'lgan. Lekin men demak bu 11:30 kechga deganmanda kechgacha kutganman, tushunyapsizlarmi? Undan keyin qolib ketganman, o'sha 2-3 ta samolyot o'tkazib yuborganman. Bundan nima o'rganishimiz mumkin? Bu yomon narsa emas o'zi, qanaqadir ishda eplolmasligingiz. Bu yaxshi narsa. Nimaga? Chunki keyingi safar bundan ham yaxshiroq qilishga harakat qilasiz va uddalaysiz. Sizlarga buni isboti bilan aytib beraman. Misol uchun Qatarga ketayotganimda bu voqea sodir bo'lgan va qaytayotganimda esa 12 soatlik tranzit bilan bilet olganman. Turkiyada qaytishda nima qilganman? Free hotel olganman. 4 yulduzlik. Birinchi marta ketayotganim bilan qaytayotganimni orasidagi farqni ko'ryapsizlarmi? Hattoki bepul hotel olishgacha уже aqlim yetadigan bo'lgan. Ko'pchilik odamlar o'ylayman, hayotini analiz qilmaydi. Nimadir sodir bo'lsa, bu yomon narsa sodir bo'ldi menga, deydida bo'ldi, o'tib ketaveradi, keyingi betga o'tadi. Yoki o'sha yomon sodir bo'lgan narsaga qanaqadir qarzga kirib qolishi mumkin yoki muammo bo'lib qolishi mumkin. Faqat o'sha muammoni yechimini yechishga harakat qiladi-da, yechgandan keyin o'sha o'tib ketadi, yana boshqa narsalar bilan chalg'ib ketadi. Menimcha, o'sha narsani, muammoni yechimini yechganingizdan keyin o'sha orqaga qarab turib, to'xta. Nimaga aynan bu muammo bo'ldi? Nima qilganim uchun qayerda undan oldinroq xato qildim-ki bu xato sodir bo'ldi? Va buni javobini qanday topdim men? Qancha vaqt ketdi? Keyingi safar bu narsa bo'lmasligi uchun nima qilishim kerak? Shunga o'xshagan analizlar qilmaymiz. Analiz qilmas ekansiz hayotingizda o'zgarish bo'lmaydi. Bundan tashqari, misol uchun juda ham ko'plab insonlar bilan gaplashganman, Yevropaga keladi. 1 yil, 2 yil ishlaydi, 4 yil ishlashi mumkin. O'zbekistonga qaytib boradi. Qaytib borgandan keyin umuman boshqacha insonni ko'raman deb o'ylaysiz, lekin xuddi o'sha inson shunchaki 4 yilga qaragan va orada ishlagan puli bor xolos. Uni masalan 2020-yilda ketgan odamni 2024-yilda qaytib kelgan odam bilan farqi shu 4 yil mobaynida ishlagangina puli xolos. Hech qanaqa dunyo qarashda o'zgarish bo'lmagan, hech qanaqa bilimida o'zgarish bo'lmagan. Qanaqadir ko'p tanishlar orttirmagan misol uchun, shunchaki ishlash bo'ldi, ishlash, yotgan turgan bo'ldi. Lekin menimcha bu juda ham zerikarli hayot, biz bu uchun tug'ilmaganmiz deb o'ylayman. Siz qanaqa qilib chet elga oilangizdan uzoq joylarga kelishingiz mumkin-da va faqat yotib, uxlab, ishlab, yana qaytib borishingiz mumkin. Yoki qanaqadir to'y qilishingiz mumkin, uyingizni remont qilishingiz mumkin, nimadirlar qilishingiz mumkin. O'shalarni hammasini qilyapsiz, qaytib boryapsiz, yana xuddi o'sha insonsiz. Xuddi o'sha inson hech nima o'zgarmagan. Misol uchun o'zingizda
chetga kelishdi, men o'zingizni mana hozirgi holatingizdagi, hozirgi tushgan qopqoningizdan chiqib olishingiz uchungi bo'ladigan nima deb o'ylayman? Shans deb o'ylayman. Chunki ba'da sizda vaqt bor. Birinchidan plyus kelyapti. Men furachi bu darajada yaxshi ishligini bilmagandim. Agar bilgan bo'lganimda edi, oldinroq, anchagina oldinroq bu ishga kirgan bo'lardim. Nimaga? Sabablari bor, aytib o'tganimdek. Birinchidan sizda vaqt bor, yetarlicha vaqt bor. Nimaga vaqt deb savol berishingiz mumkin. Agar nimaga degan savolni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, nimaga vaqt? 9 soat, 15 soat ishlaganingizdan keyin vaqtingiz bor-da. Chunki siz uyingizga ketmaysiz, avtobusga chiqib yoki taksiga o'tirib, yo mashinangizga minib uyingizga bormaysiz, chunki uyingizning ichida ishlaysiz. Bundan tashqari, ovqat qilish uchun oshxonaga yurib bormaysiz, 15-20 minut vaqt sarflab o'tirgan joyingizda ovqat qilasiz, tushunyapsizmi? Keyin televizor yo'q, misol uchun. Agar telefon chaqirib vaqtingizni o'tkazib oladigan bo'lsangiz, bu sizning minusingizga ishlaydi. Uyda bo'ladigan bo'lsangiz, O'zbekistonda yoki umuman qanaqadir ofisga borib ishlaydigan bo'lsangiz, ofisga borishingiz kerak, kelishingiz kerak. Kelgandan keyin tanishlar bilan gaplashasiz, 10 minut u bilan gaplashasiz, 5 minut u bilan gaplashasiz, shu vaqtingiz o'tib ketadi. Furada bo'lsa hech kim bilan gaplashmaysiz, tushunyapsizmi? Nima demoqchiman? Shans deganimda, necha orqa qaytamiz? Shans deganimda nima demoqchiman? Siz hozir 30 yoshda bo'lishingiz mumkin, 35 yoshda bo'lishingiz, 40 yoshda bo'lishingiz mumkin. Farqi yo'q. Men uchun endi yoshroq bo'lib turib, 27 yoshda bo'lib turib, 40 yoshlilarga buni haqsiz bo'ladi, buni haqsiz deyish oson. Chunki men ularning holati qanaqaligini bilmayman. Lekin sizga aytishim mumkin bo'lgan narsa, vaqtingiz bor. Nimaga bizga vaqt kerak? Birinchi o'rin, eng muhim narsa vaqt deb o'ylayman, chunki masalan, yoshligingizda nimadir qilmoqchi bo'lgansiz. Qanaqadir ishda amalga oshirmoqchi bo'lgansiz, lekin vaqt bo'lmagan, pul bo'lmagan yoki ota-onangiz qarshi chiqqan yoki do'stlaringiz qarshi chiqqan, nimadir bo'lganda eplolmay qolgansiz haligi narsani. Lekin furada ishlayotganingizda, ana endi o'sha narsani qaytadan urinib ko'rishga sizda imkoniyat bor. Tushunyapsizmi? Nima bo'lishi mumkin? Men O'zbekistonda zavod ochmoqchi edim, o'xshamagan u bo'lishi mumkin, to'g'ri. Lekin hozir zamon rivojlanyapti. Hamma narsani onlayn qilsa bo'ladi. O'rganolmayman, miyamda yo'q, meni miyamga kirmaydi degan odamlar lazy odamlar. Dangasa odamlar. Men o'zim ham furani men ishda o'rganolmasam kerak deb o'yladim boshida. Lekin borib qildim, o'tirdim, boshqardim, o'rgandim. Inglizini ham o'rganayotganimda men inglizini o'rganolmasam kerak deb o'ylardim, lekin borganman, o'qiganman, kimdir o'rgatgan, sekin o'rgangan bo'lsam ham, lekin o'rganganman, hozir zo'r gapiraman, misol uchun. Boshida hamma, tushunyapsizlarmi? Hamma bitta kamonda oladi, o'qda bir dona otadi yoki otmaydi. Otmasdan turib, men baribir tekkiza olmayman deb o'ylaydi. Yoki bo'lmasam bitta otadida tegmay qolsa, 12 otsa, sizda hech qanaqa mashq bo'lmasa, shug'ullanish bo'lmasa, sizda praktika bo'lmaydigan bo'lsa, tabiiyki birinchisida o'rta nuqtasiga tekkiza olmaysiz, misol uchun. Yoniga tegadida bir dona otadi o'qdi. Vaholanki yana 2-3 ta 10 ta o'qib turgan bo'lishi mumkin. Harakat qilishi mumkin bo'lgan. Va nima deydi? Ha, bo'ldi, bu menga bas ekan deydi, keyingi narsaga o'tadi. Keyingi narsa ham xuddi shunaqa, chunki siz hech qaysi o'tayotgan narsangizda professional bassiz. Tushunyapsizmi? O'sha narsani ustida ishlab shug'ullanmagunizcha professional bassiz. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam, nima demoqchisan? Siz aytmoqchi bo'lgan narsam, bir marta o'qibas, bir 10 ta 15 marta o'qish kerak u narsaga, o'xshamagunigacha. Tushunyapsizlarmi? Bilasizlarmi, ko'pchilik hayotda, men o'zim ham millioner bo'lishni yoki boy bo'lishni xohlaymiz. Lekin ularga erishish uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlarni qilishga erinamiz yoki nima ekan shu o'zi aslida boy bo'lishim uchun qilishim kerak bo'lgan ish deb hech ham o'ylab ko'rmaymiz. Hamma narsa qiyin. Shu narsani men o'zimga nima qo'yganman? Shior qo'ydim. Hamma narsa qiyin. Prosta sen o'zingni qiyinligini tanlashing kerak. Qaysi qiyinni tanlamoqchisan? Kimnidir qo'lida ishlash qiyin. O'zingning kompaniyani ochib, biznesingni ochib, uni yurg'izib, kimnidir ishlatish ham qiyin. Qaysi qiyinni tanlaysan? Hozircha men bu qiyinni tanlaganman, lekin men bu qiyinda qolib ketish niyatim yo'q. Shu niyatim yo'qligi yoki qanaqadir men narsalarni
boshqacha narsalarni yaratib shu slavery, ya'ni qullik, zamonaviy qullikdan chiqib ketishga harakat qilayotganimni o'zi meni 99% odamlardan oldiroqqa qo'yadi. Chunki boshqa insonlardan mana ulardan gaplashadigan bo'lsangiz, 15 yildan 18 yildan beri fura haydayman deydi. Birortasi ham hayotini o'zgartirishga yoki bir firma ochishga, zavod ochishga, biznes qilishga hech qachon urinib ko'rmagan. Nimaga? Chunki 18 yil, 20 yil umringizni sarflab yuborishingiz kerak bitta narsani ustida nima qilib ishlab. Qanaqasiga? Eng qizig'i 2020-yilda ham oylik bir xil edi, 2026-yilda ham oylik bir xil. Agar o'zgargan bo'lsa, balkim o'zgargandir. O'zgargan bo'lsa $500 ga o'zgargan bo'lishi mumkin, oshgan bo'lishi mumkin. $500 hayotingizni o'zgartirib yuboradimi? Yo'q, o'zgartirib yubormaydi, men ishonmayman. Millioner bo'lishga qaytamiz. Xo'p, tasavvur qiling, hozir siz lotereyada pul yutib oldingiz, nima qilardingiz? $1 million pul yutib oldingiz lotereyada, nima qilardingiz? Mol olardim, biznes qilardim. O'xshamaydi. Nimaga o'xshamaydi? Chunki siz yo'q puldan bor qilishni o'rganmagunizgacha bor puldan yana bor pul qila olmaysiz. Sarflaysiz xolos. Mana fikrim. Chunki statistikaga qaraydigan bo'lsak, aniq raqamlarni bilmayman, lekin aksariyat odamlar, lotereyadan yutgan odamlar keyingi 5 yilda ichida yana bankrotlikka qaytib tushadi. Necha million yutgan bo'lishidan qat'iy nazar, $5 million, $10 million yutgan bo'lishi mumkin. 5 yilda ichida sarflab yuboradi hammasiga. Uy oladi, mashina oladi, boshqa qiladi. Hamma insonga kerak nima bo'ladigan bo'lsa, hammasini oladi, keyin oxir oqibat bankrotlikka uchraydi. Lekin noldan chiqqan millionerlar esa ularni boyligi davomiy bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Menga to'g'risi shunaqa hayotda yashab, qiynalib yashash ozgina yoqadi. Nimaga? Chunki bu qiynalishlarning ro'yxati keyinchalik muvaffaqiyatga erishganimizda, yana muvaffaqiyat deganda nimani tushunishingizga ham bog'liq. O'sha muvaffaqiyat men o'ylagan joyimga yetib borishim. Siz uchun sizning muvaffaqiyatingiz boshqa narsa bo'lishi mumkin, mening muvaffaqiyatim boshqa narsa bo'lishi mumkin. Xullas, o'sha muvaffaqiyat joyiga yetib borganimni, lekin men o'ylayman, bekorga men bo'g'ilmaganman, bekorga men unaqa qiyinchiliklarda ishlab mana shu darajaga yetishmaganman deyman-da. Uni o'shunda o'sha paytdagi erishgan narsalarimni qadrlashimni darajasi anchagina yuqoriroq bo'ladi. Lotereya yutib bittada sizga $1 million tushib qolganidan ko'ra, siz lotereyadan bitta $1 million siz uchun qadri yo'q uni. Shuning uchun ham lotereya yo'q. Tushunamsiz? Omadim keldi deysiz, o'zi aslida u sinov kelgan bo'ladi. Omad yo'q. Если что. Shunday ekan, hayotimizni o'zgartirishga harakat qilamiz. Hayotimizni o'zgartirishimiz qachondan boshlanadi? Birinchi o'zimizdan boshlanadi. Yoshingiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi bo'lib ingliz tilini o'rganing deyman. 15 yoshmisiz, ingliz tilini o'rganing. 9 yoshmisiz, ingliz tilini o'rganing. 35 yoshmisiz, ingliz tilini o'rganing. 40 yoshmisiz, ingliz tilini o'rganing. Chunki nimaga? Chunki ingliz tilida hamma ma'lumotlar bor. Fake ma'lumotlar ham bor, haqiqiy ma'lumotlar ham bor. Agar bitta o'zbek tiliga yoki rus tilini bilib cheklanib qoladigan bo'lsangiz, ular sizni nima deb o'ylashingizni ular sizga diktate qilib beradi. Tushunyapsizmi? Xo'p, mana shu ma'ruf bugun falon joyda bomba otilibdi deb o'ylasin desa, falon joyda bomba otildi deb o'zbekchalar meni yangiliklarimga jo'natadi. Men ham shunaqa bo'pti deyman-da, o'zimga quyib olaman. Tushunyapsizmi? Miyani kontrol qilishlarini. Meni nima deb o'ylashimni ular kontrol qilyapti. Ingliz tilini bilsangiz, rus tilini bilsangiz, o'zbek tilini biladigan bo'lsangiz, 3 ta tilni biladigan bo'lsangiz, siz har xil ma'lumotlarni ko'rib ko'rasiz. Undan keyin o'zingizga analiz qilib turib, qaysi biri to'g'ri deb ishonsangiz, o'shunisiga ishonasiz. Unda ham baribir miya kontrol bo'ladi, lekin at least kamida sizda variantlar bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Fura minyapman. Ko'pchilik fura minayotgan akalarimizga ingliz tili 100% kerak bo'ladi. Men buni bilaman. Agar siz ham fura haydovchisi bo'lsangiz yoki Yevropaga kelmoqchi bo'lsangiz, viza qilayotgan bo'lishingiz mumkin. 3 oy to'g'ri vaqt ketadi baribir. 3 oylik kurs yaratganman ingliz tili. Xohlasanlar Telegram silkasini pastda qoldiraman, kirib
o'rganishinglar mumkin. Hech kim sizni o'quv markaziga borayotganingizni ko'rmaydi. Daftar ruchka olib, hammasi telefonda, internet orqali bo'ladi. O'zidan kichkina bola-chaqa bilan o'qimaysiz misol uchun. Aynan shu sabablar tufayli ba'zi insonlar, ko'p insonlar ayniqsa, ingliz tili o'rganishdan o'zini tortishi mumkin. Ana qo'shni nima deb o'ylaydi yoki o'quv markaziga borsam yosh katta insonlar yo'q u yoqda, yoshi kichkinalar bilan o'rganamanmi degan sabablar tufayli ko'pchilik o'rganmaydi va yil, oy o'tib ketaveradi. Shuni hisobiga men onlayn kurs yaratdim. Kirib o'qiyotganingizni hech kim bilmaydi. Faqat telefoningizda bo'ladi. Kiringlar, o'rganinglar. Kelajak uchun harakat qilish kerak. Hayotingizda hech bo'lmasa 1% ga o'zgartirish qilgan bo'lasiz. Shunday ekan, videomizni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang. Birinchi o'zingizni o'zgartiring.